to'rtda ko'krak tepasidan boshlaymiz dedi, pendikgacha ochamiz dedi, uni ochmasak ko'rolmaymiz dedi, sani chilaringni bu yoqqa olamiz deyishib qo'rqitishdi dedi. To'rda и то bu oxirigacha zo'r ketyapti. Mana vrachdan tortib sanitarkagacha de oyoq qo'l shunaqa chaqqonda, men o'zim hayratda qoldim. Shuncha klinikalarda yotib hali bunaqasini ko'rmagandim. Biz mingdan ming rozimiz. Onamni ko'p. Global rezultat dedik. Global rezultat Alloh rozi bo'lsin. Men bunaqa holatda 5 kunda chiqib ketaman deb o'ylamadim. O'sha 4 kunda chiqib ketadi dedi, kechadan kunini hisobiga. Operatsiyadan bir kun oldin kelib yotdingiz, ertasi kuni. Yo'q, ashi kuni keldim. Ha, o'sha kuni sразу operatsiya. Sразу operatsiyaga olib kirib ketishdi. Biz qo'rquvda kelgan holatimizda o'sha operatsiyaga tayyorsan qilishdi, o'sha tayyor. Qo'rqishga arzimdi. Yo'q, qo'rqishga arzimdi ekan. To'g'risi, mana qo'rqadigan narsani o'zi yo'q. Men o'sha tushunmay qoldim-da, men qayerdan shuncha narsani qo'rqqan edim. Necha yildan beri bu problema sizni qiynab yotdi? Unisini aytsam, tug'ilganimdan beri, 42 yildan beri ekanda bu narsa, bu dard men bilan yurgan ekan, ko'tarib yurgan ekan. Bora jadal, hattoki gemorroylargacha oldirib, o'zimizcha o'sha bilan yaxshi bo'lib qoldik deganmiz. Mana Allohga shukr. Alloh sizni yetkazgan ekanmi, biz yashashimiz bor ekanmi shundan. Qorni shishib ketardi, qiynaladi. Ishtaha bo'g'iladi. Ishtaha bo'g'iladi. Keyin ko'proq matdan saproq kelib, hali ichgan suvim bor-ku, ichgan suvim mag'dan chiqaribdi, ketmas edi-da. Tavba qildim. Necha kunda ichingiz kelardi? Sanobanon ichgan taqdiringizda. 4 kun, esingizdan chiqib qolardi, 5 kun. Shunaqa. Dod kelsa, bir kunda 3 ma'no, 4 ma'no kelib. Hozir har kuni Обязательно. hozir yengillashyapsiz, chusib qo'yasiz. His qilmayapman, og'riqdi, nima desam bo'ladi. U ichimdagi og'riqlar bor-ku, ayniqsa mana ko'krak qafasining tagida tiqilish bilan kelganman-ku. U narsa bilmayman, qayerda endi xudo xolasa yo'q-da, u narsa. Qanday hayajondan o'sha ta'riflashimga tilim ojiz ekan. So'z topa olmayapman, doktor sizlarga. Klinikalaringga ham, o'zlaringga ham. Shahnoza, qaysi joylarga bordingiz, qaysi joylarga murojaat etgansiz mana shu qabziyat bo'yicha, ich ketish, ich qotish bo'yicha? Juda ko'p joylarga. Birinchi boshlayvering mana. Oxirgi 5 yillikni oling, 6 yillik. Qaysi xirurglarga borgansiz? O'zimizda ham ko'proq Farg'onada xirurglarga borgansiz. Nima deyishgan sizga? Ochig'ini gaplashamiz. Men ochig'ini aytavering. Ko'proq menga bilasizmi nima deyishardi? Nima yutqizishardi? Endi Ha, ito nima o'zi. Voy doktorlar, jon doktorlar, men o'sha o'zi nimalardan charchadim, undan chiqmaydi. Meni ichagimdan desam, yo'q. Hali tushunmasdim-da nimaga bunaqa kasal. Kim sizga operatsiya qilish kerak degan xirurglarning ichida shu bizdan boshqa? Ha, bizda endoskopiya bor, yonida. Shu yerda Farruh degan doktor bor. Shu aytib qoldi. Sanda dedi, tomografiya qildirdi dedim. Nimani Rentgen qildirdi, radiografiya qildirdi. O'shanda o'sha ko'rindi, mana shu yerda ichakda qalinlashib ketgan, shu operatsiya qilish kerak deganini bilaman. O'sha lecheniya yozishdi, o'sha yallig'lanish chiqdi. Instagramdan shunday chiqib turibsizlar. 3 kun lecheniyani olganimdan keyin shunday Instagramdan chiqdilaring. Klinika reklamasi. Bahona Babirov chiqib qoldi. Bitta telefon olsam bittada oldi. Alloh rozi bo'lsin. Shunday hali yaxshi gap, shirin tili bilan o'sha qanday kelib qolganimni bilmay qoldim. Qo'rqib bordik-ku. Operatsiya degandan o'sha biz onam, men, oilam behuzur bo'lishni boshladik. Yana operatsiya bo'ldi, endi bu ham bor ekan. Yo'q. Rosa xavotirda edik. Onam ham hali o'zing ketayotgansan. Menga Bahona Babirov shunday dedilar. Biz qana boraylik, qanaqa endi uzoq yo'ldamiz, odam borsin. Yo'q, shunday ustingizga narsangizni kiyib qolgan hammasi biz o'zimizdan deb shu joyiga biz hayratda qoldik. Shunday ustimni kiydim, chiqdim, qayerga kelyapman, nimaga kelyapman, o'zim ham bilmayman. Keldim operatsiyaga olib ketishdim, o'sha sizga odam qarashi shart emas. Hali qizim ham olib kelmadim-da qaragan. Alloh rozi bo'lsin, doktorlar, vrachlar, voy sanitarlar, hammasi biri qolib, biri qolib. Onam telefonda yaxshi. Voy menga gaplashtirib, voy onamga telefon qilib bersam bo'larkan, sizga rahmat onasini o'zi aytmoqchi edilar. Menga telefon qilib berib, yig'laydilar xolasida. Noxud ekan shunaqa doktorlar bor ekanmi? Mana men o'zim kerak bo'lsa, siz bu klinikangizni hozir eshitdim, bu darajaga keltirganingizni, buncha nimani tagida chekana mehnat borligini mana endi eshitdim. O'shaning uchun buni qadriga yetganlar uchun klinika hammasi boshdan oxirigacha o'tdi, zo'r ishlashyapti. Chunki men aytdim, buni tagida qanaqadir mehnat bor dedim-da. Klinikaga shunday kirganingizda o'g'lim aytdi, "Aya bilasizmi, hamma benzinlarga borsangiz sovuq edi. Bu yerga kelyapsiz, sovuqlik yo'q, qo'rqmaysiz o'g'lim" deyapti-da. Mana bola hozir o'g'lim aytdi. "Sen nima shunday tuyuldimi senga ham? Mana bunday hali qo'rquv nimani his qilmadim, keldim, bu dedim, issiqlik bor, qandaydir hali. Odam yo dardiga shifo topishi bor, yo Alloh o'zi bir nimadir anaqa bergan dedim, bularga dedim, nazar solganmi dedim, qandaydir bizda o'z ilohiy nimamiz bor-da. Alloh nazar solgan joyi shekilli. Qandaydir issiqcha odamlar dedim. Xudoga shukr, mana 5 kun deganda 5-chi biz kelganimizdan boshlab даже. Kelgan kunimizdan o'sha chiqib kelgan. 5-chi bo'lganmiz? 5-chisiga kirib kelganmiz. 5-mart kirib kelganmiz. 10-mart ertalab 10da kirib kelgansiz. 9-mart ertalab 9-mart o'sha 10da mana 10da chiqib ketyapmiz. Даже 4 kun ekan, kuniga hisoblasangizda. 4 kunda mana 4 kun ekan. 4 kunda Dorika Sigma, Dorika Om, qabziyat degan narsadan hammasidan qutulib. Kulib
oxirgilardan ham qutulganimga men ya'ni hayratdaman. ishtaha bor, yaxshi. Ovqat Voy olasiz. karnay bo'lib ketdi, nima ishim hali o'ylab topolganim yo'q. Voy chiqib yuring dedilar. Voy hozir chiqib nima yeyman ekan, shuni hayajonidaman hozir. Shansizda to'g'ri. Mana operatsiya 5-chisi bo'ldingiz. Analiz tekshiruvlarni o'tdingizda 5-chisi operatsiya bo'ldingiz. 6-chisi ovqat yeyishni boshladingiz, to'g'rimi? Bemalol ham ovqat yedingiz. Suv ichishni Suv ichdingiz. Bulyon, suv. 7-chisi ovqat yedingiz bemalol kashan. Hamma ovqatni yo'q. Kasha bulyonlar hamma yo'q. Nimalar? Mana sizlardan nima berilgan bo'lsa, pitaniyalardan bekigan deb deb bani boshdan oxirigacha haqiqatan kim bo'lsa tavsiya qilaman, nomiga mos. Haqiqatan Gipokrat qasamchasilar sizlardan misoldan. Bunday kirdimda, voy ismini ham boshqacha qo'yishibdi. Gipokrat qasamiga mos ot qo'yishibdi dedimda, kirganingizdan doktorlarga hali mana sizni kutib turmasdan xizmatlar bor. Birinchi o'chirda o'sha narsa. Mana borasida tuzlar bo'ladi, bilasizlar. Klinikalarga borasiz, mana misoldan ular eshitib xafa bo'lmasin. Mayli-yu, yetishtirisholmaydi. Yo mas'uliyatsiz qarashadi, yo'da yetishtirisholmaydi xizmatini. A bu yerda nima qilyapti? O'sha esdan chiqmayapti. Qaysi kelsa kimga srazu harakatda. Hali kutib o'tirmayapsiz-da, mustarab ketmayapsiz. Kutdik, nima kutdik? Faqat analizimiz. Buni majburmiz. Biz analizimizni kutishga majburmiz. U esa tak vaqt kerak. Boshqa payt kutmadik. Mana sizlar qo'llar ayniqsa o'z vaqtida litseniyalar. Ilojsiz. Doktor ona rozi bo'lsa ilojsiz. Aziz do'stlar, ko'pchilik bemorlar o'ylaydiki, qabziyat ich kelishi haftada bir marta это norma deb o'ylashadi. 5 kunda bir, 4 kunda bir norma deb o'ylashadi ko'pchilik. Bu aslida norma emas. Eslab qolinglar. Demak, agar sizda qabziyat bo'lsa, haftada bir martagina yo'g'on ichak ichingizdagi axlatlarni bir martagina bo'shata olsangiz, bu norma holat emas. Yaxshilab eslab qoling. Demak, agar haftaning ichida 3 martadan ichingiz kam keladigan bo'lsa, bu sizda dolika sigma, dolika kolon degan kasallik borligidan dalolat beradi. Buni aniqlash uchun siz irrigografiya, rentgen tekshiruv qilishingiz kerak. Shahnoza qilgansizlar rentgenni. Rentgen tekshiruvda barini orqa teshikdan jo'natiladi va yo'g'on ichakni to'liq rasmga olishadi. O'sha tekshiruv bo'lishi shart. O'sha tekshiruv bo'lganda sizga dolika kolon, dolika sigma diagnozi qo'yilishi mumkin va bu diagnoz bilan siz xirurgga murojaat etishingiz kerak. Albatta xirurgga murojaat etsangiz, biz sizga mana Shahnozaga o'xshab yordam beramiz va butun muammolaringizni yechib beramiz. Shahnoza sizga katta rahmat. Biz qonchingizni oqladik deb o'ylaymiz. Operatsiyadan bunchalik yengil chiqib ketaman deb o'ylamagansiz. O'ylamagansiz. Chunki ko'pchilik chirurgga qo'rqizadi, qiyin deydi, boshqa deydi. Biz bu operatsiyalarni inshaalloh Xudoga shukr 99% garantiyasi bilan amalga Mana doktorlar qanaqa qo'rqibdi, shu yerda ko'krak tepasidan boshlaymiz dedi, pendikgacha ochamiz, uni ochmasak ko'rolmaymiz, insanikilarini yoqa olamiz deyishib qo'rqitishdi-da, shuncha qo'rqqan edi. Qorningizda nechta teshikning o'rni bor hozir? Hozir 4 dona teshikda o'sha dashi yo'q ham. Yo'q, sezmayapsiz. Absolyutно. 4-chi kunda o'sha men sezmayapman. Даже doktorlar aytayapti, undan zam qolmaydi, даже shram ham qolmaydi deyapti, inshaalloh. Aziz do'stlar, bu hech qanaqa razrezsiz, kesmasiz bajariladigan operatsiya hisoblanadi. Bemalol kelib, mana hozir bemorimizdan o'zingiz surishtirib so'rashingiz mumkin.